Sizlarda ham issiqmi? Tapchkam yeri ketyapti. Testosteroni bilan qonuniy ajrashganlar. Tur yo'qol uyingga mahallani aynitishma. Bu qo'y yog'larga julli shoptonni junini ishkash kerak. Pishib qoldimi? Iya. Ana u internetram issiqda so'lib qopti. Doktor, chaqirganda yo'qdir. Tinchlikmi otaxon, nima bo'ldi? Iya qizim, belayim bo'lib qopsan-ku. Otaxon, issiqda ozgina dam o'tib qopti. O'zingizga ozgina dam bering, ko'chaga chiqmang. Ha, o'zimga dam beraman bo'lmasa, uzun marketdan basen zakaz qilib mazaf cho'milib o'tiraman. Bu issiq ambulatoriyaga admin qilyapti-yu. Assalomu alaykum. Uzun marketdan buyurtmangiz yetib keldi. Danle buncha tezkorsilar, Akajon, sizning buyurtmangiz: quyoshdan saqlovchi ko'zoynak, yozuvchi mo'ljallangan krossovka, velosiped hamda basseyn. Oma basseyn qichiq ekan. Uzun marketda yana nimalar bor? Biror narsa o'ylang-da. U ham bor. Yo'q. Uzun marketda hamma narsa bor. Va xotin, to'rtta tuxum pishir, qorni ochib ketdi. Xo'p, dadasi. Voydod! Bu issiqda tuxumlar jo'ja ochib yuboryapti-da. Men ham basseyndan chiqmayman bo'lmasa. Qolmasin o'g'il bola. Qo'rqyapsiz-da, sigaret chekmayapman. Sigaret chekmayapsan, meni yosh bola qilyapsan, yosh bola ko'rasan. Machishni ko'rib o'rasan, to'g'rimi? Sigaret tashlab nosga o'tdingmi? Hayvon ichingga tuflamay o'lgur. Постой, паровоz, не стучите колеса. Nima qilyapsiz? Oyoq sinuvdi, suvayni bir-biriga mahkamlayapman. Ferji, yaxshimisan? Opam yaxshimi? O'tir. Tog'a, nima qilyapsiz? Ilonga nos chektiryapman. O'zi nimaga kelding? Bitta muammo bor. Takras qo'rqitib turadi, ishkalmi? Ya, ishkalmas. Qo'shni mahalladagi qiz yaxshi ko'raman, otasi senga bermayman deyapti. O'zim hal qilib beraman. Ambulatoriyaga admin qilib yuboraman. Morosilnikdan ko'ylagimni olib chiq. Hozir. Dabra pajali, kinam qilib. Tinchlikmi? Siz ham o'zimizga o'xshagan qabristonskiylardan ekansiz. Men yolg'iz tarakanman, siz kimsiz? Men Jalji jo'jaman. Danli, o'zimizdan ekansiz-ku. Bu ham o'zimizga o'xshagan o'rzako'z hilalardan. Bersiz, berishsiz-da qizingizni. Bu bolasini o'rnidan o'ta oladimi? Bo'ldi, shartlaringiz bo'lsa ayting, bajarib qizingizni ferma qilib ketaylik. Bo'pti. Faqat mashinani salqinga olib qo'yaylik. Salqin joyi yo'q ekanda o'shanga tezkor qo'yib qo'ydik. Salon qizib ketmasin demoqsiz-da. Tur rahmoq, uyg'onib ketadi hozir. Nima balo, qaynatangiz benzapila yutib yuborganmi? Mana uni qarang. Bermayman. To'g'risida mana ushang. Aralaymiz, ketdi. Torting. Yur. Kelib qolinglar, mana bolajonlar uchun sharlar ishirib beramiz. Jinni pochini nima qilding? Pochcha zo'r qurayotgan ekan. Vulkanizatsiyada ishlasachi, zo'r pul topadi. Bir yo'qol. Voy, adasi. Xudo xola bamisoli poyez ekan. Bu xonadonda yashab bo'lamiz o'zi, opa. Qanday chidayapsiz? O'rganib ketganman. Yaqinda Ginneslar kitobiga kiritilasizlar. Yana boshlandi ana. Traktorlar tirildi. Opamga ham yuqib bo'pti. Doktor kasalga ketmasin. Opa, senga maslahat beraymi? Tezroq Xonsaroydan uy olib chiqib ketgin. Mana xurrachilar dastidan do'mni qulatasizlar. Xonsaroyda uylari pishiq bo'ladi-da. Qani qo'lingni duoga och. Otam senga chiqib ketayotganingda toshdek qotgan borgan joyingda deganmi? Toshdek qotgan, yapishib ketgan. Iloji bo'lsa uyga bormagin. Tushundingmi? Bizga ham yuqtirsan. Yashamaylik ekanda.